Endigi mijozimizdan Ohangarondan kelgan ekanlar. Ishinglarni sifatlarini ko'rib, narxlarini xotirjam bo'libdilar, bozorlarni ham ko'ribdilar. Nima deysiz aka xalqimizga? Bu mana aksiyani oxirgi kuni ekan. Uzoq bo'lsa-da Ohangarondan keldik, lekin haqiqatan ancha nima deydi, arzonroq narxga oldik. To'g'risi o'zimizga eng qulay narxlarda oldik. Chunki bozorlarda ham ko'rdik. Eng qulay shu bo'lgani uchun keldik, uzoq bo'lsa ham. Avvalo sizga katta rahmat. Shunaqa aksiyalar doim o'tkazib turingizlar. Xalqimizga ham shunaqa arzon yetkazib beraveringizlar. Xudo xohlasa yetkazib beramiz. Bozorlardan necha pul charang saqlayapti aka? 700 marta. Biz bozorga borib, endi to'chni qatga borganimizni aytmaymiz. 200 ming atrofida bo'lyapti razlisa. Bu har bir donasi. Har bir donasi albatta. Komplektida ruchka zamonaviy narishkalari bilan shunaqa rang beradi. Lekin ruchka zamoglariga e'tibor berdik. Mana bu arzonroq ruchkalarni qo'ygan. Siz hozir mana aytasiz bizga sifatli ruchkalarni. Unaqani ko'rganimiz yo'q. Agar imminda o'shanaqaligini oladigan bo'lsa, yanada qimmat bo'lishi mumkin edi. Siz eng nima dedi, qulayini qilib berasiz hozir. Mamnunmisiz? Albatta, Rozi bo'ling. Ishlaringizga omad.